Nasatkasini o'zini 40 dollarga sotganimizda bu именно brushatka gilam yuvadigan nasatka bu mo'ykamizni 250 dollar atrofida sotganmiz. Hozir chegirmada bor yo'g'i 100 dollarga mana shu nasatkalari bilan qo'shimchasida sotib bo'ladi. 3 xil mo'ykamiz bor. Anovi Reverberini 396 modelini bor yo'g'i 100 dollarga sotib bo'ladi. 386 ni bor yo'g'i 90 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. 399 modelimizni 300 dollar sotganmiz. Bor yo'g'i 140 dollarga xarid qilsanglar bo'ladi. Bularni bitta ishlatib xarakteristikalarni ko'rsatib beraman. 160 bar maksimal bar bo'ladi. 440 litr suv rasxod qila oladi. 2000 watt bo'ladi. Bitta davleniyasini ko'ramiz. Bundan tashqari bunda bisersyomli patrollari bo'ladi. Bosasiz. Olasangiz mana bunaqa brushatka nasatkani qo'yasiz. Tushdi. Zasholkali. Mana bunaqasi ham bitta oling. Bundan tashqari o'zida turba nasatkalari bo'ladi. Yangi pakovkada turba nasatkani o'z ko'pchilik ishlatish yaxshi ko'rar ekan. Bunda kompleksida bor. Olishga ulgurib qolinglar, soni chegaralangan.